Odamlar rostikasin va fake mashhurlarni ajrata olishadi, ammo ular ikkalasini ham ko'rishmagan. Bu yerga juda ham oson kirgan bo'lsa, video davomida nima bo'lishidan men qo'rqaman. Hamma narsa yaxshi o'tayotganiga qaramay, ko'proq odamlar restoranga kirib, bizga ahamiyat berishni boshlashdi. Va shuning uchun bizga olib kelgan maxsus desertni yeb, juda ham yegim kelyapti, ammo o'zimni ocholmayapman. Bu mashhurlik bo'lish muammosi. Biz ketishga qaror qildik. Uzr, bitta rasmga tushsam bo'ladimi? Bitta klik. Mayli, faqat tezroq. Birro, tellab ketdim-u men. Biz hozirgina joy bo'lmagan restoranga kirib, ovqatlanib chiqdik. Ammo qiziq joyi endi boshlanadi, chunki biz parkka boramiz. U yerda esa bilasizlar, juda ham ko'p odam bo'ladi. Xo'sh, menda Ronaldolik maska bor, endi nima bo'lishini ko'ramiz. Menimcha oshiraveramiz, do'stim. Bosammi? Ha, juda ham. Endi esa boshqacha bo'ladi. Va o'rtog'im bekor ham qo'rqmayapti. 4-qism esa ertaga chiqadi. Agar kutishni istamayotgan bo'lsangiz, hoziroq Telegram kanalimizga kiring.